Xo'p, ozish haqida patsientlarimiz ham so'radi. Nima, ya'ni Instagramga nima chiqaramiz, video chiqaramiz. Shundagi patsientlarimiz ozish bilan semirishni odamlarga tushuntirishga ozgina qiynalyapmiz. Umumiy holatingizdan semirish, umumiy holatingizdan ozish bu nimalarga bog'liq? Masalan, odamlar aytadi, dieta qilsa bo'ldi, ozib ketadi. Yo'q. Birinchi o'rinda sport. Semirishni so'rashadi. Ko'p ovqat yeyapman. Yo'q. Birinchi o'rinda sport. Ikkalasida ham birinchi o'rinda sport. Ozish ham unaqa qimmat emas, semirish ham unaqa qimmat emas. Ozishga deb turib insulin, masalan, sahri bor odamlarga beriladigan dori bor-da. O'shani amerikanskisi bor. Bizi pulimizga salkam 1 million atrofiga yetib keladi, qo'limizga. U qimmat dori. O'shani olib turib deydi, kindigidan urib yurar ekan, ozirkan. Xo'p, oziydi, rostdan oziydi. Undan keyinchi har doim 1 millionga ola olasizmi? Masalan, bir haftada har hafta 1 millionga olish kerak. Ola olasizmi? Xo'p, ozmoqchiman deb turib olyapsiz. Ozib bo'lgandan keyin yo'q, har kim ham masalan milliarderdir, boshqadir, u milliarder ham bankrot bo'lishi mumkin. U ham o'zi aslida o'zini puli emas. Masalan, birovning pulini qorovul bo'lib yuribdi-da, endi misol deb aytaman. Demoqchi bo'lganim, ozishga sport, semirishga sport. Nimaga? Organizmdagi birinchi o'rindagi masalan nima desa bo'ladi? Gormonlaringizni balansировка qiladigan narsa bu sport. Gormonga hozir borib analiz topshiringda hammasi mamnaqa chiqadi. U degani siz haliga yo'q yomon yashayapman degani emas. Siz o'zbeklar uchun zo'r yashayapsiz, to'g'ri yashayapsiz. No, olib qarasangiz, uylangan o'zbeklar hammasi semirgan. Misolda, kecha mahalladan ko'p yurmayman-da, o'zi boraman, dam olaman. Magazinga chiqdim. Chiqsam, mendan 3 yoshmikan kichkina o'qigan bolalar, ishoning, meni oldimda katta aka deb turibdi-da, menga nisbatan. Magazinga kirsam, magazindagi ham tanimadi, ularga katta odamdek muomala qilib, menga yosh bola deb muomala. Nima deydi? Mensimayapti emas, muomalasi. Yoshroq ko'raman, u bilinadi-da menga. 3 ta bolam bor meni ham. Misol deb aytayapman. Men ham katta odamman, 32 ga kirganman. Sinfdoshlar bilan o'tiradigan bo'lsam, to'g'risi, muncha qorin soygan, soqollik, o'sha narsa to'g'risi gormonga bog'liq. Men o'zi aslida yosh ko'rinmayman, men o'zimni yoshimda ko'rinaman, faqat bizni o'zbeklar qarib ketgan, qarib ketadi erta demoqchiman. Endi opa qarang. Masalan, ozish uchun kaloriya defitsit deydi. Kaloriya defitsit qilish uchun bizda sport bo'lish kerak. Sport bo'lmasa, siz ozgina suv ichsangiz ham suvda ham yetarlicha masalan kaloriya bor-da. Ba'zilar aytadi, suv ichib turib semirib ketaman. Keyin aytishadi, juda o'sha ozish uchun katta muammo, ko'p bo'ladigan holat, ro'zaga kirdim, 2 kilo tashladim deydi. Ro'zadan chiqqandan keyin 6 kilo ves oldim deydi. Ro'za 1 oy bo'ladi xolos. Ochlik zo'r narsa, ochlikda ham organizmga qarab, slablik qilib qo'ymasan. Qo'pol qilib aytganda, ochlik qilaman deb, defitsit qilaman deb turib, oyoqlar qaltiraydigan darajada bo'lib qolmasligi kerak. Ovqatni, xohlagan ovqatingizni yeysiz, xamir ovqatdan ozgina kechasiz. Non yeysiz, faqat ozroq yeng. Yeyish mumkin, lekin ozroq. Faqat uni ham qanaqa? Zavtrak обязательно qilish kerak, har doim. Obed har doim qilish kerak, har doim. Lekin ujindan voz kechadi o'sha ozmoqchi bo'lgan odam. Ozmoqchi bo'lgan odam ujindan voz kechish shart. Ujinning o'rniga masalan deylik mevalar, eng zo'ri olma yoki sabzi. Masalan, sabzavotlar ham zo'r narsa, sabzi ham zo'r narsa. Yoki aloe deydi, nima? Yangi laqinlar deydi, nimadirda? Salat bor edi. Olive salat mashi ozdirarkan tabiiy, zo'rda, to'g'ri. Faqat unga qo'shiladigan mayonez yomon narsa. Xuddi o'shandek, masalan, xohlagan narsangizni yeyaverasiz, faqat ovqat yeyish kerak. O'sha zavtrakda, obedda faqat o'sha nima deydi? Yog'lardan qochish kerak-da. Masalan, deylik, free, rosa yomon narsa. Rosa ko'p yog' kiradi organizmingizga. Keyin o'sha anaqa ketchup, mayonez, ulardan ham qochish kerak. Ular ham to'g'risi organizmga nerealniy darajada ko'p yog' olib kiradi. Keyin eng asosiy narsa bor, odamlar ko'p e'tibor bermayapti, Xitoy tuzi degan narsa bor. Uzunchoq bo'ladi, o'zi aslida salatlarga solinadi. Demoqchi bo'lganim shu Xitoy tuzi ham jigarra qo'pol qilib aytganda, hattoki o'sha qatish darajasiga olib qo'yapti. Xitoy tuzi o'zi bu biz o'rganayotgan narsa.
Demoqchi bo'lganim, ozmoqchi bo'lasiz, zavtrayni qilasiz, obed qilasiz, ujinga ovqat yemaysiz. Salat yesam bo'ladi. Salat yesiz bo'laveradi, sabzavot yesiz bo'laveradi. Xohlasangiz o'sha sabzini, mana aytyapsiz, hali yegim ham kelmay qoladi ba'zida. Sabzini sok vijimalkadan chiqarib turib, sokini iching zo'r. Yoki eng zo'ri bor, tvorog yeyish kerak. Tvorogni ham o'zingiz tayyorlab yeyishingiz kerak uyda. O'zi yemaydi shu tvorog. O'zlari tayyorlab yesinlar. Nimaga deng? Sut mahsulotlari zo'r narsa, organizmga har doim zo'r quvvat beradi, lekin qayta ishlangan sut mahsulotlarini men unchalik xushlamayman. Bitta oddiy logika qayta ishlangan sut mahsuloti haqida. Masalan, oddiy sutni sog'dingiz, oldingiz, qancha saqlaysiz maksimal xolodilnikda? Xolodilnikda 2 sutkadan oshiq turmaydi. O'zi bir kundan keyin aynib qoladi-da. 1 sutka turib, 2 sutka tura oladi. Xolodilnikda pishmagani deyapsiz. Bir kundan keyin aynib qoladi, ishoning. Olib ichib ko'ring, ozgina o'zi achqimtil tam kelib qoladi. Endi ana korobkali sut olyapmiz u. U ham pishmagan sut deyiladi. Misol uchun. Ha, uni qancha saqlaysiz? Yo, masalan, ochganingizdan keyin ham bir haftadan keyin ham tursa, borib qarasangiz ham haligi ta'mini ichib ko'rsangiz, achqimtil tabi yo'q. Chunki masalan bizni formalin degan moddamiz bor, haligi organlarni saqlab qo'yadi-yu, bilsangiz, haligi anatomiya kafedralarida organlar, buyraklarni, jigarlarni solib saqlab qo'yadi. Shunaqa suyuqlik bor, chiritmaydi, qo'pol qilib aytganda. Xuddi o'shandan qo'shilgan bo'ladi. O'shaning uchun u ham organizm uchun oshcha zarar emas, endi anu nima degan, lekin shuni ham ichmaylik, shuni ham iste'mol qilmaylik. O'shani zo'r bo'ladi. Xullas, demoqchi bo'lganim hozir zavtrак qilasiz, obed qilasiz, ujinga o'sha tvorog do'yingizni tayyorlab yeysiz, iloji boricha yoki sabzi soklari zo'r narsa, rostdan ichlari yuvgani zo'r narsa. Lekin bularga ichaklaringiz yaxshi ishlamasa foyda bermaydi. Ichaklaringiz ichida toshlar, shlaklar bor. O'shanga men alatolla aytdim. Ishlaydigan biz magniy sulfat tavsiya qilardik oldin, balki kelishimdan oldin. Magniy sulfat 5000 so'mlik dori. Misol uchun, ichingiz surib beradi, 10 kun tinimsiz ichasiz haligini. Ichganingizda ichlaringiz tozalab beradi. Hali qo'pol qilib aytganda bitta pardasini ichini, shuni shilib olib chiqib ketadi 10 kun ichida. Ana undan keyin ichaklaringiz yangi ichak bo'ldi, xuddi chaqaloqnikidaqa. Endi mana har nima qilsangiz organizm qabul qilaveradi. Yegan ovqatingiz to'g'ri yetib boradi. Shunga e'tibor bersangiz bo'ldi. Lekin ichida sport bo'lmasa bo'lmaydi. Men magniy sulfatni ham qildim. Qizig'i shu qilgan hamma yo'g'im menga teskari ishlaydi-da. Shunga hayron qolaman. Yo'q, qilaman. Nima shaharda qilishdi, spetsialniy doktorlar o'zlari qilishdi. Dubaj qilib, hali grelka bilan qilishadi ekanmi? Ha. Shuni qilishdi. Men o'zim uyda oddiy gazirovanniy suvga ochib qo'yib turib, aralashtirib, nahor ichib, boshqa qilib o'zim ham qildim. Menga hammasi teskari ishlaydi. Bir kunga rezultat beradi, bir kunga 1 kilo ozayman, ertaga o'sha ovqat yesam, yemasam semiradi. Qizig'i mana kechagi ish, kecha obedda tortinganimda ovqat yeb nima qilgandan keyin 105 kilo 850 gram bo'ldi. 10 minut 15 minutdan keyin tortildim. 100 gram sразу qo'shildi. Ashi kiyim, ashi hamma yo'g'im ashi. Hech narsa o'zgarmagan. Просто jichcha переживать qildim. Shunga sразу qo'shildi-da. O'zimga o'zim hayron qoldim. Даже bir qo'plam suv ham ichmadim. Endi qarang, unaqa bo'lmaydi. Organizmga hech qayerdan masalanda vez qo'shilib qolmaydi. Misol. Shunga hayronmisiz-da? Qarang, birinchi o'rinda nima deydi, gazirovka ichmang umuman. Ikkinchi o'rinda men tavsiya qilaman, qalqon somon bezingizni bitta ko'rishimiz kerak ekan. Hozir aytganimizdek gormonlari aytaman, masalan, yosh bola kelsa, o'zi odatda e'tibor bermayman. Sport deyman, bo'ldi, yaxshi bo'lib ketadi. Tug'maydigan, masalan, o'sha siz yoshdan o'tdingiz, shunaqa opalar kelsa, bo'ldi, e'tibor bermas edim. Lekin sizda boya aytganimdek asabingizga ham ozgina demak ta'sir qilib qolyapti ekan. O'shaning uchun meni maslahatim, qalqon somon bezingizni ham ko'ramiz, uni ham davolaniladi, ana keyin siz aytgan narsa bo'ladi. Bu maslahat. Hozir doktor